Biza biznesmen shouga start berdik. Bilasizlar o'rtoqlar, blogerlarda reklama qimmat. O'zimizdan ham so'rashadi. Aka kelishtirib bering deyshadi. Mana sizlarga zo'r imkoniyat. Biza 12 kunga 12 ta viloyatga safarga chiqib ketyapmiz. Shu safar mobaynida sizlar reklamani teng yarmiga xarid qilsangiz bo'ladi. 50% arzonmi? 50% chegirmachi Xatab 20 la qilaylik. Yo'q, bo'lsa, tadbirkorlar mazza qilsa. Unda tekinga ham variant qo'yaylik qanaqadir. Talab qilib. Misol uchun o'sha tadbirkorga biz borib 3 ta savol beramiz. Uchalasiga ham to'g'ri javob topsa, tekinga biz reklama qilib beraylik. Mana maza qilishsin. Demak, bizdan reklama sotib oladi. Ha? Keyin biz 3 ta savol beramiz. Da. Agar savolga javob bersa, pulini qaytarib beramiz. Da, mana shunaqa. Voy, voy zo'r-ku. Faqat sal zerikarli bo'lib qoladimi shou deb o'ylayapman. Keshan, bizani shu zerikarli bo'lishi mumkin emas, chunki orada shartlar bor va men senga qiladigan pranklarim bor. Prank bor edi. Yozib olganman. Okay, men shunaqa prank qilaman. Hozir kal bo'lib qolishing mumkin, sochingni ayiysan-ku sen. Ya, bu iplosli. Nimaga? Chochga, qoshga. Akansanmi? Tilga tegish mumkin emas. Xorazmda ko'rishamiz, biz yo'lga chiqdik. Vahshiy bo'lib ketdi. Yo'q, Men ham yoraman. Dakansan.